İgileniçe kelar ay Beyjingda ötküzülgan qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashadigan amerikalik tanarkachilarga bexatarlik masalasi sababidan shaxsiy telefonlarini qoldirib qo'yish haqida ogohlantirish berilgan. Valkochsi gazeti tarafidan e'lon qilingan xabarga qaraganda, Amerika komandasi musobaqaga qatnashayotgan amerikaliklarni bir qatim ishlatiladigan telefon setib olib, tor hujumining oldini olish haqida ogohlantirgan. Yevropa Uyghur İnstitutu bilan Fransiya Sosyal Partiyasi birlikda 17 yanvar Fransiya parlamentida ikinci qatimliq irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish qaror loyihasi to'g'risida guvohlik anglash va muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan. Yig'inda Fransiyadagi bir qism parlament a'zolari, muxbirlar hamda Fransiya va atrofdagi davlatlardagi lager shohidlari qatnashgan. Fransiya parlamenti 20 yanvar, ya'ni bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchilik loyihasini ovozga qo'ydi. Asiya xabarlarining xabariga qaraganda, Malayziya tashqi ishlar ministri Sayfiddin Xitoyning Janubiy dengizda jiddiylik paydo qilgan egilik huquq talabi strategiyasini o'zgartganligi haqida to'xtaldi. U Xitoyning 9 liniya tashabbusining o'rniga 4 toqim orali joylashgan 4 Sha rayonining egilik huquq talab qilishiga boshlanganligini aytdi. Sayfiddin mundaq dedi: "Bu strategiyalik o'zgarish qarmoqqa rad qilish bir qadar oson bir da'vodan voz kechishga urinish hisoblanadi." Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Ukrainaning poytaxti Kiyevga kelib, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi jiddiylikni baholadi va rasmiy suhbatlashdi. Blinken Ukraina diplomatiya ministri Dmytro Kuleba va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ko'rishdi. Zelenskiy Amerikaning o'zining qo'llaganligiga minnatdorligini bildirdi. Yaponiyaning Tokyo shahrida dаңlıq jurnalist Sakura Yoshiko xonim Yaponiya Uyg'ur jamiyatining taklifiga binoan bergan Uyg'ur qirg'inchiligiga Yaponiya qanday muomala tutish kerak nomli dokladida Yaponiya hukumatining darhol Xitoyni ayblaydigan bir qarorni ma'qullikdan o'tkazishi kerakligini ta'kidlagan. Mazkur yig'inda yana 6 nafar Uyg'urlarning hozirgi og'ir ahvoli, shundaqla lagerdagi ota-ona va urug' tuqqanlari to'g'risida guvohlik bergan. 15 yanvar kuni o'tkazilgan faoliyatga Yaponiya Avam palatasi a'zolari, nahiya, shahar va viloyatlik parlament a'zolaridan bo'lib 300 ga yaqin kishi ishtirok qilgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi yaqindan buyon talash tortish paydo qilgan masalalar va Dünya Uyg'ur qurultiyini nishon qilgan ba'zi hujumlar haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda Uyg'urlarning asrlardan buyon Sharqi Turkistonda yashayotganligi va bu zaminning asli egallari ekanligi ta'kidlandi. Shundaqla Uyg'urlarning atalmish indigenous people emasligi, Dünya Uyg'ur qurultiyining hech bir vaqt Uyg'urlarni bu kategoriyaga kirgizish uchun harakat qilmaganligi bildirildi. Bayonotda mundaq deyildi: Dünya Uyg'ur qurultiyi hech qachon va hech yerda Uyg'urlarni indigenous people tizimiga kirgizib qo'ygan bir ish mavjud emas. Bu tema azaldan qurultiyimizning kun tartibida bo'lib boqmagan bo'lib, bugunga qadar bu masala ustida biror rasmiy muzokara ilib berilgani yo'q.